Ey Musa, senga hamsuhbat, senga do'st, senga hamroh bo'lishimni xohlaysanmi dedi. Musa alayhissalom hushidan ketib qoldi buni eshitib. Uyg'onib aytdi: "Ey Robbim, shunday bo'lishi mumkinmi? Qanday qilib senga hamsuhbat, senga do'st bo'laman?" Alloh taolo aytdi: "Ya Musa, ama alimta annahu man zakarani faqat jalasani." Alloh aytdi: "Ey Musa, axir bilmaysanmi? Kim meni eslasa, tahqiq men bilan ham suhbat bo'ladi. Axir bilmaysanmi? Meni zikr qilganga men ham suhbat bo'laman. Bandam qayerda meni talab qilsa, albatta topadi." Munojotda bo'lsin banda. Basrali kishi davom etadi. Omir ibn Abdulloh bomdodni o'qib bo'ldi, keyin yana duo qildi. Parvardigor, ana tong ham otdi. Seni fazligini umid qilib odamlar harakatga kelishdi. Ularni har birini